hammaga salom. Bu videoda kanal Let's Play bo'lmaydi. Hozir ozgina bir qisqa video bo'ladi. Shuning uchun ozgina kanalim haqida gapirib o'tmoqchiman. Xullas, menda ikkita video bor. Hammaga rahmat. Chunki nimaga rahmat? Men o'yladim, hali yoshman, hech kim tanimaydi. Bir kun ichida bir 6 ta prosmotr bo'lsa ham juda katta gap deb. Lekin bir kun ichida mana 23 ta odam ko'ryapti. 15 soat ichida 12 ta odam ko'rdi. Xullas, mana bitta yana bitta video skachat bo'ldi. Lekin bu video chiqquncha bunga ham 2-3 kun o'tadi. Yo bir 2 kun. Shuning uchun hammaga rahmat. Keyin ko'pchilik yozyapti. Nimaga komment yozib bo'lmayapti deb. Mana men ko'rdinglar, men video qo'ydim. Lekin mana bitta komment yoniq turibdi. U meni ishim emas. Telefonni o'zidan shunaqa menimcha. Shuning uchun boshqa yozib o'tirmanglar. Let's playing. Bitta ovozim tushmay qopti. Keyin aytyapman, nega videolaringiz qisqa deb. Men hali YouTube'da bitta narsasi bor ekan, uni o'tish kerak ekan. Hali men unga o'tmadim, uni ham o'rganyapman hozir o'tishni. Shuning uchun men 15 minutdan ortiq video qo'ya olmayapman. Mana o'zi 3 ta dona video bor. Hozir 2 ta video qo'ydim. Bitta hammasi Minecraftga asoslangan, lekin kanal o'zi aslida Minecraft kanal emas, Let's Play kanal. Faqat o'yinlar bo'ladi, lekin faqat Minecraft emas. Metal, Minecraft, Among Us, shunaqa o'yinlar ham bo'ladi xullas. Shuning uchun naqa demanglar xullas. Keyin hozir yetamog'la qoldi. Nimaga ovozim negadir men shunaqami bilmayman, ovozim shu haqiqatda boshqacha, videoda boshqacha eshitiladi. Bunga sabab men hozirgi kunda sal tamom og'rib qolgan, keyin bunga telefonni sal aybi bor. Endi hammaga rahmat. Endi 1 minutdan bo'ladi 0 ta prosmotr hali. Shuning uchun, lekin eng hayron qolganim, men birinchi videomga ishonmagandim. Bir kun ichida 23 ta odam ko'rib 5 ta like bo'lishini. Boshqa videolar ko'rindi. 2 oy ichida endi 11 tami odam ko'ryapti. 3 ta like bilan. Meni 15 soat ichida 12 ta odam ko'ryapti. Juda zo'r. Keyingi videoda nom bunaqa bo'lmaydi. Faqat hamma videodagi nom bir xil Minecraft, lekin one blokda yashaymiz. Birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism bo'ladi. Keyingi videoda aniq aytaman, videoning nomi boshqacha bo'ladi. Bu o'yin bu video chiqquncha ma'muldan bir 2 kuncha o'tadi yoki 1 kun keyin qo'yaman. Xullas, pulli aktiv bo'lyapsizlar, rahmatlik. Men ishonmagandim. To'g'ri, 12 dona 23 ta odam ko'ryapti, lekin men uchun bu ko'p. Yo'qdan ko'ra bor yaxshi. Ko'pchilik bir tinga olmaydi, bu kamdan kam ko'ryapti deb o'zim maqsadimdan ortig'iga erishdim. 2 ta videodan 3 ta, ammo like zo'runi 5 ta yig'ilibdi. Negadir komment yozib bo'lmayapti. Keyin iloji boricha like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha prosmotr like yig'ildi, lekin hali bitta ham obunachi kelgan. Yo'q, shuni 32 tami qilib qo'yaylik shu kanalni. Kelsa bir 5 sekund ketadi-ku. Hech mana ketmaydi sizlarni.
Hammaga rahmat. Shuni eslatmoqchi edim. Xullas, hammaga rahmat va 5 bo'ldi. Bu boya aytganimdek let's play video bo'lmaydi. Boshqa bo'ladi. Bu masligi. Hammaga rahmat. Like bosib, obuna bo'lamiz.